Assalomu alaykum, Andijon turizm xizmatlari. Madaniyatga ishga keldik. Ishga chaqirishdi. Hojatxonalarimiz tiqilib qoldi. Dovda ochib bartaraf etib beramiz hozir. Bu yoqda hojatxonalar. Bu yoqda ayollar bor ekan, to'g'ri suv tashyapti. Traplardan suv kelyapti, suvlar bo'lib ketgan. Xo'p. Bu yerda polni hojatxonalar aka, polni tiqilgan, bu yoqda ham tiqilgan. Hozir ochib bartaraf etib beramiz. Mana suvlar tiqilib ana bo'lib ketgan. Hozir ochib bartaraf etib beramiz. Andijon turizm xizmatlari mana teshib, buzib, mashadan tros soldik. Bu yerda hojatxonamiz bor edi, mana o'tib ketgan. Ayollarga ko'p tiqilib qolgan trikotajda. Traplarni ochib yurgizib berdim mana. Troslarni olib, bochkalarda suvlarda qo'yib teshib beryapmiz hozir. Bochkaga suvlar quyilyapti. Bochkamizga suvlar kelyapti mana ravon bo'lib, ochib tozalab berdik. Andijon turizm xizmatlari 27 xizmat izdamiz. Pastga nomerlarni qoldirib qo'yamiz.